Tasavvur qiling, sizga bir hujjat ko'rsatishadi va agar mana shu kitobni o'qimagan bo'lsangiz, demak siz hali to'la qonli o'zbek emassiz deyishadi. Bu gap qanchalik og'ir botmasin, haqiqat shuki, adabiyotshunos olimlar va millat ziyolilari Abdulla Qodiriyning O'tgan kunlar romanini o'zbek xalqining ma'naviy pasporti deb atashadi. Bu shunchaki sevgi qissasi emas, bu millatning qulash tarixi, xatolari va o'zligini anglash ko'zgusidir. Agar siz hali ham bu asarni faqat maktab darsligidagi qisqacha mazmuni yoki 60-yillardagi film orqali bilsangiz, siz juda ko'p narsani boy beribsiz. Bugun biz ushbu asar nima uchun har bir o'zbekning javonida turish shartligini va uning 100 yil o'tib qayta tug'ilgan mo'jizaviy nashri haqida gaplashamiz. O'tgan kunlar o'zbek adabiyotida roman janriga asos solgan birinchi asardir. Abdulla Qodiriy uni yangi zamon romanchiligi bilan tanishish yo'lida kichkina bir tajriba deb atagan bo'lsa-da, u jahon adabiyoti darajasidagi shohi asarga aylandi. Adabiyotshunoslar ta'riflaganidek, bu asar o'zbek xalqining ma'naviy pasportidir. Agar siz o'zbekman desangiz, lekin bu asarni o'qimagan bo'lsangiz, demak o'zligingizni to'liq anglamagan hisoblanasiz. 1923-yilda dastlabki boblari Inqilob jurnalida bosila boshlagan. Keyinchalik 1925-yilda 3 ta bo'lim bo'lib chop etiladi. Asar oradan bir asr o'tsa hamki, dolzarbligini yo'qotmadi. U hali ham o'zbek tilidagi eng ko'p o'qiladigan bestseller asar bo'lib qolmoqda. Roman voqealari 19-asrning o'rtalarida Turkiston xonliklarining eng qora kunlarida kechadi. Toshkentlik boyvachcha Otabek Marg'ilonda aslzoda qiz Kumushni ko'rib qoladi va asr namozini qazo qiladigan darajada unga ko'ngil qo'yadi. Ularning baxtiga hasadgo'y va yovuz Xomut tug'anoq bo'ladi. Xomutning tuhmatlari bilan Otabek va qaynotasi Mirza Karim Xushbegi tomonidan o'limga hukm qilinadi. Lekin so'nggi lahzada Kumushning maktubi ularni dor ostidan qutqarib qoladi. Asar qahramonlari faqat ishq, muhabbat bilan band emas, Otabek o'z yurtidagi ittifoqsizlikdan, xonliklar o'rtasidagi nizolardan va qora chopon qipchoq qirg'inlaridan qattiq iztirob chekadi. Ota-onasining orzusi deb Otabek Toshkentda Zaynabga uylanishga majbur bo'ladi. Ikki xotinlik, kundoshlik balosi, Zaynabning hasadi va oxir oqibat Kumushning zaharlanib o'lishi bilan asar nihoyasiga yetadi. Nima uchun asarni 5 marta va undan ko'p o'qish kerak? Abdulla Qodiriyning o'zi bu kitobni kamida 5 marta o'qish kerakligini aytgan. Buning sababi shundaki, har safar o'qiganda kitobxon yangi bir qirrasini kashf etadi. Birinchi o'qish muhabbat tarixi. Yosh kitobxonlar uni faqat Otabek va Kumushning fojiali sevgi qissasi sifatida qabul qiladi. Ikkinchi o'qish tarix va siyosat. Ikkinchi marta o'qiganda Turkistonning o'sha davrdagi siyosiy parokandaligi, xonliklar o'rtasidagi nizo va fitnalar ko'rinadi. Uchinchi o'qish milliy til va madaniyat. Qodiriyning boy tili, o'zbekona lutf, urf-odat va qadriyatlar jozibasi anglanadi. To'rtinchi o'qish inson psixologiyasi. Qahramonlarning har bir harakati, zamiridagi ruhiy holatlar, ichki kechinmalar tahlil qilinadi. Beshinchi o'qish milliy birlik va taqdir. Asarning bosh g'oyasi ittifoqsizlik millatni halokatga yetaklashi haqida ogohlantirish chuqur tushunib yetiladi. 1264-hijriy, 1847-1848-yillar. Asar voqealari xonliklar davrining eng og'ir, qora kunlari bo'lgan paytlarga to'g'ri keladi. Qodiriy bu davrni tasvirlash orqali nima uchun xalqimiz mustamlakachilik changalida tushib qolganini tushuntirib beradi. Otabekning Rossiyaning Shamay, Semipalatinsk shahriga borishi va u yerdagi tartib intizomni ko'rib, o'z yurtidagi tartibsizliklardan kuyinishi jadidona islohotchilik g'oyasidir. Romandagi qora chopon va qipchoq qirg'inlari millatning ichidan bo'linishi qanday dahshatlarga olib kelishini ko'rsatuvchi eng achchiq darsdir. Qahramonlar simvolidagi ma'nolar. Otabek ma'rifatli yigit timsoli. U nafaqat oshiq, balki siyosiy ongli, millat dardida yonayotgan yigitdir. Uning fojiasi o'zi sevgan insonlarni va o'zi orzu qilgan jamiyatni johillikdan qutqara olmasligidadir. Kumush poklik va go'zallik namunasi. U o'zbek ayolining barcha nafis xislatlarini o'zida mujassam etgan, uning o'limi go'zallik va poklikning yovuzlik va hasad qurboni bo'lishidir. Zaynab taqdir qurboni va hasad timsoli. Zaynab shunchaki yomon obraz emas,
U ota-onasining orzusi uchun majburlab uzatilgan va sevgi ko'rmagan ayoldir. Uning jinoyati bebaxtligining alamini boshqalardan olishidir. Yusufbek hoji, davlat arbobi va dono padar. Uning o'z naslini o'z qo'li bilan kofir qo'liga tutqun qilib topshiruvchi biz ko'r va aqlsiz otalarga Xudoning la'nati albatta tushar degan so'zlari butun asarning falsafiy xulosasidir. Xomid, mutlaq yovuzlik, u shaxsiy manfaati va nafsi yo'lida millatni ham, do'stini ham, birovning oilasini ham qurbon qilishdan qaytmaydigan xoin obrazidir. Zaynabning dardli dunyosi. U qotilmi yoki mazlum? Zamonaviy tahlillarda Zaynab obraziga munosabat turlicha. U kumushni zaharlagan qotil bo'lishi bilan birga o'zi ham sevilmagan ayol sifatida mazlumdir. Uning men sizning mijozingizga emas, o'zingizga muhtojman deb Otabekning oyog'iga yiqilishi bir ayolning eng so'nggi va umidsiz nidosidir. Zaynabning fojiasi shundaki, u Otabek va kumush o'rtasidagi ilohiy muhabbat oldida o'zini keraksiz buyumdek his qiladi. Uning aqldan ozishi, oxirgi sahnada o'zini kumushman deb hisoblashi qilgan ishi uchun chekayotgan vijdon azobining eng yuksak nuqtasidir. Til Qodiriyning eng kuchli quroli. Asardagi muloqotlar bugungi qo'pol tizimimizdan tubdan farq qiladi. Hatto dushmanlar ham bir-biriga taqsir, begaka deb murojaat qiladi. Qodiriy asarda vaqtni namoz vaqtlari, shom azoni, asr vaqti, xufton bilan o'lchaydi. Bu o'sha davr xalqining ruhiyati va diniy dunyoqarashini ko'rsatadi. Lirik tasvirlar, tabiat tasviri, ayniqsa kumushning ariq bo'yida yuz yuvishi, to'y marosimlari shunday mahorat bilan yozilganki, o'quvchi o'sha davr muhitiga bevosita tushib qoladi. Asarning modernizatsiyasi, filmlar va nashrlar. 1960-yillarda olingan klassik film bizning avlod uchun qadrliroq bo'lsa-da, 1990-yillarda olingan variantidagi kitobdagi ko'p detallar, masalan, Otabekning jang sahnalari to'liqroq yoritilgan. Bugungi yoshlar uchun asardagi ko'p so'zlar qumg'on, sandal, tokcha, vassa, juft tushunarsiz bo'lib qolmoqda. Shuning uchun o'tgan kunlarning rasmli va izohli lug'atini nashrlarni chiqarish zarurati bor. Asar ko'plab tillarga tarjima qilingan, biroq uning asl o'zbekona ruhini boshqa tillarda to'laqonli berish juda qiyin vazifa bo'lib qolmoqda. O'tgan kunlardan olinadigan 5 ta hayotiy dars. Birinchisi, ittifoqsizlik davlatning halokatidir. Millat bir yoqadan bosh chiqarmasa, tashqi dushmanga yem bo'ladi. Ma'rifatsiz dindorlik johillikdir. Asardagi ayrim diniy arboblarning tor dunyoqarashi xalq fojiasiga sabab bo'ladi. Haqiqiy sevgi fidoilikdir. Otabek va kumush bir-biri uchun har qanday qurbonlikka tayyor edilar. Taqdir va tanlov. Inson o'z taqdirini o'zi belgilashi kerak. Ota-onaning orzu-havaslari ba'zan farzand fojiasiga xizmat qiladi. Adolat va jazo. Xomid kabi xoinlar erta-kech o'z jazosini oladi, lekin ular yetkazgan zarar butun bir oilani barbod qiladi. Bugun o'tgan kunlarini o'qish uchun eng katta imkoniyatni Hilol nashriyoti taqdim etdi. Bu shunchaki navbatdagi nashr emas, bu haqiqiy xazinadir. Bir kitobda ushbu yangi nashrning bir tarafida asr zamonaviy o'zbek lotin kiril yozuvida bo'lsa, ikkinchi tarafida 100 yil oldingi original versiyasi eski o'zbek arab yozuvida chop etilgan. Kitobxonlar Abdulla Qodiriyning o'z qo'li tikkan 1925-yilda 3 bo'lim holida bosilgan ilk nashrning tozalangan skaner variantlarini o'qish baxtiga muyassar bo'ladilar. Nashr ustida muallifning chevaralari va mahoratli dizaynerlar mehnat qilishgan. Kitob xuddi 100 yil oldingi muhitni eslatuvchi sariq, originalga yaqin qog'ozlarda o'zgacha mehr bilan tayyorlangan. Bu nashr Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari asos solgan nashriyotda chop etilishi ham ramziy ma'noga ega. Zero Abdulla Qodiriy asarni yozishda shayxning qaynotalari Ismoil Maxtum hazratlaridan maslahat va duolar olgan edilar. Biz ko'pincha chet el asarlarini maqtaymiz, lekin o'zimizning Pomir tog'idek yuksak asarimizni chetga surib qo'yamiz. Tarjimalar orqali asarning asl ruhini berib bo'lmaydi. Uni faqat o'zbek tilida, Qodiriyning o'z jozibasi bilan o'qish kerak. Kitobni oling, Hilol nashr do'konlaridan ushbu noyob arab yozuvi ilova qilingan nashrni xarid qiling va o'zingizga qayting. Bu kitob har bir o'zbek xonadonida turishi shart. Uni farzandlaringizga o'qib bering. Video sizga manzur kelgan bo'lsa, like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Siz o'tgan kunlarni necha marta o'qigansiz? Yana qaysi mumtoz asarlarimiz xuddi shunday formatda tahlil qilishimizni xohlaysiz? Moziga qaytib ish ko'rmoq xayrlikdir.